Azizlarim, bugun obedga osh ko'tarma bosh. Kecha osh qilganda shuncha qolib ketdi. Bir hafta 3 mahal yeyman endi osh. Osh yeb osh ichaman. O'zbek ovqatlariga hech nima yetmaydi. No, bizani ovqatlarimiz takoyda vredniy deb hisoblayman. Обязательно xamir, qovurilgan, kuydirilgan. Menga oqsil kerak trenirovkadan keyin mushaklarim восстановление bo'lishi uchun. Protein ichaman hozir. No, qoshiq bor. Na shaker bor, lekin bir qozon osh bor. Shaker o'rniga men buni ishlataman hozir. Bular bu o'zini qoshig'ini qo'shib bersa bo'ladi-yu. Figey, o'zi plastmassa qoshiqcha bo'lsa. Mana bunaqa qoshiqdan nechta solaman? Mayli, men shuncha solib turay. Bittasi ko'p solishim kerak-da, mana bunaqa qoshiqchasi bo'lish kerak-da. Qo'shmashganda, qo'shishmagan. Sho, bittasi ko'p deb hisoblaymiz. Bir 2 yil oldin barman bo'lishni orzu qilardim. Orzuni ahvolini qarang. Yaxshi ham barman bo'lganman. Ichib olqash bo'lib ketardim. Pivani ta'mi shirinroq. Qarg'aganlarimni Xudoni o'zi kechirsin. Scoop tagida yotar ekan mana. Qoshiqchasi bor ekan. Kechirasizlar.